Assalomu alaykum. Va alaykum assalom do'stim. Tinchlikmi? Nega bunday to'satdan chaqirib qolding? Tinchlik. Issiq kunlar yaqinlashib qoldi. Shunga o'zimga yozlik kiyim olmoqchi edim. Tanlashib olarsan? Tandirga erirkansan-da. Usiz bo'ladimi? Ketdik unda. O'zi tandir go'shti yemaganimizga ham ancha bo'luvdi-a, do'stim. Bugun mazza qilib ekanmiz-da. Assalomu alaykum. Ukajon, ming bor uzr. Atay qilmadim. Negadir tormozim yaxshi ishlamay qoldi. Ey aka, mashinangizga qarab yursangiz bo'lmaydimi? Mayli aziz, qo'yaver. Hech qisi yo'q aka. O'zingizga hech narsa qilmadimi? Menga hech narsa qilgan yo'q. Ming bor uzr uka. Men banferingizni pulni qilib beraman. Ukajon, hozir ha? Alo. Aka, mashinaning ijara pulini bugun olib kelishingiz kerak edi. Pulni olib boraman. Ha? Shugunoq olib boraman. Aniqmi aka? Aniq. Xo'p. Sizga ishondim, kutaman. Mana pulni ola qoling. 2 million. Yo'q, shart emas. Qo'yavering aka. O'zingizga qolaversin. Unaqa demang. Ola qoling. Siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Men roziman. Mingdan ming roziman, aka. Xo'p, biz shoshilib turgandik. Xo'p. Ketdik aziz. Nima? Ketdik. Yur. Ey uka, unaqa qilmang, pulni oling. Axir ayib mendan o'tdi-ku. Roziman dedim-ku. Men hozir. Mana pulni oling. Mashinangizni tuzatasiz. Nega bunday qilyapsiz? Shart emas bo'ling. Siz emas, men sizga pul berishim kerak. Bu chin ko'ngildan. Oling. Ola qoling, aka. Ey Aziz, esing joyidami? Nima qilyapsan? Qo'ysenchi bunaqa gaplarni. Sen mashinaga minib tur, keyin tushuntiraman hammasini. Aka, bu pulni oling. Iltimos. Axir nega? Onam kasal. Mayli aka. Nega bunday qilding Aziz? Ahvolini ko'rmadingmi? Pulni ham olmading-ey. U odamdan qanday pul olaman? Pulni olmaganing-ku mayli. Nega o'zingni pulingni ham berib yubording? Do'stim, bilasan. Oyim bir necha oydan beri kasal yotibdilar. Ko'rsatmagan joyim qolmadi. Tuzalmayaptilar. Kecha mahallamiz imomi bilan suhbatlashib qolgandim. Biroz dardlashdik. U kishi menga kasalni tuzatishning eng yaxshi yo'llaridan biri bu sadaqa dedilar. Hozir o'sha gaplari birdan yodimga kelib qoldi. Shunga hamma pullarini berib yubordim. Zora oyijonim tuzalib ketsalar. Bunday bo'lsa to'g'ri qilding. Bilasanmi? Yuragimda qandaydir yengillik, umid paydo bo'ldi. Go'yoki onajonim ertagayoq tuzalib ketadigandeklar. Ilohim tuzalib ketsinlar. Amin jo'ra, amin. Lekin baribir gapirib qo'yishing kerak edi. Saboq bo'lardi. Boshqa nosoz mashinani ko'chaga haydab chiqmasdi. Do'stim, qo'ysenchi bunday gaplarni. Axir biz insonmiz-ku, musulmonmiz-ku. Bir musulmon boshqa musulmonga qo'li tili bilan ozor berish yaxshi emas. Obbo, taslimman. Tushunganing uchun rahmat. Kiyim nima bo'ladi endi? Keyingi oylikdan olarman. Eski bo'lsa ham kiyimlarim bor-ku, jo'ra. Hozir tandir go'shti yegani boramiz. Rostdanmi? Rost. Ana bir qadam. Gap boydada. Yetarkan. Hayda. Xo'p bo'ladi boy aka.